Yo, hammaga assalomu do'stlar. Bugun men sizlar bilan Grif va men bugun sizlarga Minecraftdagi bir nechta ajoyib va g'aroyib kodlarni o'rgataman. Ana unda ketdik. Boshingdagi nima deyishlaring mumkin. Videoni oxirigacha ko'rsalaring qanday qilib boshga oyna kiyishni, ya'ni любой blok kiyishni ko'rsataman. Get to. Hop. Bu nima edi? Hozir nimaga olyapman? Qanday ketdik? Men tezroq kechqurun qilmoqchiman. Dissalaring, kechqurunni kutib o'tirmanglar. Time set night. Bu ertalab qilishda ham divanga yotib, turish o'rniga reska kod yozasizlar. Time set day. Shpoq bo'ldi ertalab. Endi havoni o'zgartirmoqchiman, ya'ni yomg'ir qilmoqchiman. Weather rain. Yomg'irda cho'ta ustidan hurib ketyapti. Mayli, hozir o'zgartiraman. Undan oldin do'stlar, sizlar bu videoga like va obuna bo'lib qo'yinglar. Agar 10 ta like to'plasa, men qanday qilib Truzbetsda uchishni ko'rsataman. Agar ikkinchi qismini, ya'ni Truzbetsda uchishni xohlasalaring, 10 ta like tezroq yig'inglar. Va men do'stlar, ishonasizlarmi? Agar men har bitta videomda bittadan oxirida kod aytib ketaman. Agar sizlar har bitta videomni ko'rsalaring, bir haftada 3 ta yangi kod o'rganib olasizlar. Aslida men bu videoda 4 ta juda ham g'aroyib va ajoyib kodlar aytaman. Qanday ketdik? Tushunmoqdilaringmi? Weather clear oddiy bo'ladi. Endi men kichkina bo'lmoqchiman. Shuning uchun attributi Minecraft scale base set va 0.000 1 o'zgarmadimi? Demayman. Qaranglar, tushsam qanaqa kichkinaman men. Chunki men kichkina bo'lib qoldim. Bu kodni yozgandan keyin men juda ham kichkina bo'lib ketaman. Ko'ryapsan? Bu qishloqqa menga drakondan ham kattaga o'xshab ko'rinyapti. Va. Lekin sindirishim bitta blok, sakrashim bitta blok. Endi o'g'limandan gapirib ketdimi? Endi biz buni to'g'rilaymiz do'stlar. Attributi Minecraft scale va base set kattasini yozib tashlayapsizlar. Bum. Men osmonda uchib yuribman, demayman. Men shunchaki juda ham kattaman. Mana osmonda uchib yuribman men pastda. Ko'ryapsan? Mana yuribman. Bu xalaq beryapti blokchalar. Lekin yomon tarafi bunda sindiradi. Endi men qanday qilib boshimga oyna kiyib olganimni ko'rsataman. Undan oddiy razmerga qaytib olishni ham o'rgatib qo'yishim kerak edi. Attributi Minecraft scale base set 1 bo'ldi. Bu kodlarni hammasini o'rganib olishlaring va esdan chiqmasligi uchun men Telegram kanalimga obuna bo'ling. Mana yozuv. Qanday ketdi? Endi boshqa qanday kelganini ko'rsatishim kerak. Item yozasizlar. Replace entity armor head with diamond block. Bu sizlarning o'yini bo'ladi. Va mana do'stlar, men boshimga albazni blokda kiydim. O'zlaringiz ko'rdilaring va video tugadi. Video tugashidan oldin siz bu videoga like bosib,